Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barchalaringni ro'za Ramazon ayyomlari muborak bo'lsin barchalaringga. Xudo xolasa mana bahor ilk kuni ham boshlandi. Mana skuterlar sezonlari o'zi kelib qoldi. Ancha savdolarimiz pastlab ketgandi, ancha yurib qoldi oldingina. Hozir mana yana olishyapti dalaga. Chorvadorlar o'zida chorvachiliklarga olishyapti, xudo xolasa. Bozorchilar bozorlariga olishyapti. Xudo xolasa yangilangan skuter narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Mana bahor oyida, mart oyida turibmiz. Mart oyi narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi bir boshdan ketaveramiz, Ro'zmat aka. Aha, bir boshdan tushuntirib chiqaning. Xo'p, bu skuterimiz NRX Moto 6 farali deyiladi. Motori 1800 watt, 6 ta 70 li akkumulyator bilan jihozlangan. Xudo xolasa Bluetooth kolonka, qo'shimcha jihozlari hamma yo'g'i qo'shib beriladi. Bunda bor zapashka ballonlarigacha bor. Ballonlaringiz razmeri qanaqa? 512 ballonlarda. Jitki tormozlar. Oldida jitkisi bor. Yo'llari kapalak bo'lib ochiladi. Bortlari shunaqa, yoniga ochiladi. Somon piris yuklagani qulay. Kuzupi 4 ta silindr bilan ko'tariladi. Shunaqa. 4 ta silindrli. Xo'p, narxlar biroz oshdi. Hozir buni narxi $1050 chiqqan. Oldin $1000 sotiladi, bu $1050 beramiz hozir. Yaxshi, keyingilarini aytamiz. Xo'p, keyingi modelimiz 300 kilolik stakanchi model. Buni narxini oshirmadik, o'zi narxi arzon edi, oshirmadik. Bunga ta'sir qilmadi narxlar. Lekin eng zo'r sotilib turgan skuterlarimizda mana shu. Eng xaridorgir ha. Skuterchalardan biri shu bo'ladi. Shunaqa. Buni kuzupi ham passajir holatda, ham yuk holatida bo'ladi. Ha, xuddi shunday. Orqa tomoni 6 ta 32 li akkumulyator bilan jihozlangan. Motor miyalari 1000 wattli bo'ladi. Bu ancha chaqqon hisoblanadi bu. Bir bir mijozimizga sotuvdi, tez ekan bu deb nima qilishdi. Ozgina dilxirali bo'ldi. Bir zaryadi bilan qancha yuradi? 60 km yuradi. Bir zaryadi bilan 60 km. Bugungi kunda 60 km yuradi. Havo isigandan keyin 70-75 gacha yuradi, xudo xolasa. Shunaqa aka. Oldida mana ko'rib turibsizlar, faralari ancha yorug', Bluetooth kolonkalari bor. Oldida labovoy bo'ladi. Damkirat ключ, hamma komplektida nimaiki bo'lsa hammasini qo'shib beramiz sizlarga. Hujjatlari hamma narsasi bor. Ha, hujjatlarni ham qilib beryapmiz. Belgilangan tartib bo'yicha nima hujjat rasmiylashtirish kerak bo'lsa, hammasi rasmiylashtiriladi. Qilib beramiz, xudo xolasa. Skuterimiz 300 kilolik bo'lib, xudo xolasa yangi model hisoblanadi bu. Ramalari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Ammo passajirning nimasi kreslosi yo'q. Oddiy bunaqa kreslosi bor. Betga o'tirib ketsa bo'laveradi. 300 kilolik, nomi 300 kilolik, 400 kilolik deyiladi buni. Yo'llari kapalak bo'lib ochilmaydi. Passajir holatida mana orqasi ochiladi mana. Shunaqa. Shu holatda odam ham ketaveradi. Motor miyasi 1000 li. 5 ta 45 li akkumulyator o'rnatib beramiz bunga. 5 ta 45 li. Bluetooth kolonkalari bor. Ancha yumshoq model bu ham. Ro'zg'orbop baligi tor joylarga ham kirib ketaveradi-da bu. Buni yaxshi tomoni xaridorlar o'sha mol qo'y qaragani boshqaga, haligi molxonaning eshigidan kirgani boshqaga olishyapti. Shunga olishyapti bu narsalarni. Mana enini ham o'lchab mana kerak bo'lsa aytamiz. Ha, ena. Bortdan nari bortdan bu bortgacha 95 sm mana ko'rib ko'rishingiz mumkin. 95 sm. 95 sm. 1 metrda hisobini qilaverasizlar. Bunda ham Bluetooth kolonkalari bor. Bor. Pultlik. Amortizatorlari ham yumshoq. Tormozlari ham yaxshi zo'r. Xudo xolasa chiroyli variant. Hop. Navbatdagi motorolimiz Samasval 1 tonnali. Navbatdagi motorolimiz 1 tonnali Samasval hisoblanadi, xudo xolasa. Bularda ham narxlar biroz ko'tarilgan. 1250 sotib turgandi, 1300 qilib qo'ydik. Buni Xitoyda ham narxlar oshdi. Akkumulyatorlar soni 6 ta, 70 amperli bo'ladi. 1800 motor miya, Bluetooth kolonka, Cobalt pult, kaska, jilet, damkirat ключ barchasini sizlarga misol osalarni ham qo'shib beramiz har doimgidek. Miya motorlari 1800. Soni cheklangan, bir 10 tacha qoldi xolos 1 tonnalikda. Ballon razmerlari 512 ballonlarda yon bortlari yonga ochiladi. Somon piraslarga kapalak bo'lib ochiladi.
Yuklab shunday borgan joyida shunday ag'darib olishaveradi. Bu elektronning o'zi samasval bo'lib, o'zi rushni ko'tarilmaydi bortda, mana bu nima o'rnatilgan. Mana qurilmalari bor yonida. Mana shu Nasoslari bor. mana shu nasoslari ko'taradi o'zini. Xudo xolasa. 1 tonna ag'daradi bu. 1 tonnadan ham oshiq ag'daradi. Sinab ko'rilgan, tekshirib. Uyaltirmaydigan narsa. Ramalari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Ramalari ham to'g'ridan to'g'ri o'sha ramasi kelib duga bo'lgan ekan. Baquvvat model ekan haqiqatan. Damas balon ham tushaveradi bularga. Damas balonni ham bemalol qo'yib. O'zi baloni zo'r, keyinchalik misol bu balondan topolmasanglar, damas balon ham qo'ysalaring bo'ladi. Xohlasa keyingi modelimiz 300 kilolik ichi chuqur, borti baland model, ikki tomon eshikli bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Qop-qora rangda vitrinaga qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolasa motor miyasi 1000 vatt bo'ladi. 632 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Panejni oldi nimalar jidkisli, oldi jidkisli bo'ladi buni. Jidkis tormoz panejni bilan jihozlangan. Xudo xolasa orqasi sedinasi bor. Kerak bo'lmasa sekin yig'ishtirib yuk ortib ketsalar ham ham gruzovoy ham passajir bo'ladi, ha? Shunaqa. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bular narxi oshmadi. Bu narx o'sha eski $700 qoldi, xudo xolasa. Hozirgi xaridorgir skuterlarimizdan biri bu ham. Ko'pchilik anaqa saka diskaga qiziqishadi. Saka diska ham qilib beraveramiz, lekin temir diskani tavsiya qilamiz. Nimaga? Yamaga tushsalaring, u alyumin diska sinib ketishi mumkin. Bunda unaqa holat bo'lmaydi. Qayriladi-yu, lekin yo'llaringni davom etasizlar. Navbatdagi motorimiz 500 kilolik Luyang. Hop. Motor miyasi 1000 lik bo'ladi. Toza 1000 likda. Boshqalar 1200, 1.5 ming yozib kelyapti. Biz toza 1000 ni o'zgartirmaymiz. 6 ta 52 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Xudo xolasa, oldilari to'g'ri kalotga, tormozlari, panejnilari bor, Bluetooth kolonkalari bor. Poliga bo'ladi, kaskasi bo'ladi. Oldida laboyi bo'ladi. Buni orqa tomoni o'rindiq bo'lib ochiladi. Ha, bunda ham o'rindig'i bor orqa tomonda. Yotadi. Hozir ochilarmikin? Bunda ham shunaqa qo'shimcha qulayliklari bor. Lekin aytib qo'yay, eng baquvvat model mana shu deb o'ylayman. Nimaga? Oldidagi misol ramasi xuddi labolarga o'xshab boshidan boshlanib oxirigacha qadar ketgan. Buni isboti ochib ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, mana uzilmagan, kesilmagan, svarka bo'lmagan. Oxirigacha ketgan. Eng baquvvat model. Buni ham soni cheklangan, bir 10 tacha qoldi atiga. O'zimizning mahalladoshlarga ham ertalab shundan berdik. Buni narxi $800, xudo xolasa. Oxirgi narxlari, lekin kelishiladigan joyi yo'q. Oxirgi narxlari, baquvvat model, ishonarli. Dokumentlarni ham hozir beramiz. Ikkinchalik haligi nomer taqilgan bo'lsa, dokumentlarni ham beramiz. Xo'p, bu modelimiz ham juda hozir xaridorgir hisoblanyapti. Buni odamlar endi bildi buni nimaligini. Luyang modelda. Haligi 500 kiloligimizni akasi hisoblanadi bu. Hozir men sizlarga buni oldiga bortini aka-uka yonma turibdi ekanda bular, ha? Ha, aka-uka yonma. Ancha keng model bu ham. Mana aytganimdek, buni ham ramasi oxirigacha ketgan, ulanmasdan qalin profilda ishlatilgan. Stenkasi ham ancha qalin. 1.5 ming motor miyada jihozlangan. Xo'p, bunga akkumulyator 70 lik akkumulyator qo'ygan. Ramasi ketgan ekan, bu to'rt burchaga addini qilingan ekanda bu mana. Shunaqa. Resorlari ham ancha baquvvat. Bunga akkumulyatorni 70 ligidan qo'yib beramiz, xudo xolasa. Ancha masofasi ham ko'proq yuradi. Narxi $950. $950. $950. 70 lik akkumulyator qo'yib berilsa, agar 52 lik akkumulyator qo'yib berilsa, narxi $900 ga tushadi. Miya motorlari? Miya motor 1.5 ming. Bu soni cheklangan buni. Bir klientimiz, Namanganlik klientimiz ikkita olishdi. Ikkita olib, sotib, yana nechta qoldi aka deb so'rashyapti turadi bundan. 14 tami, 15 ta qolgan. Hammasini olaman turishadi, buni chiqarib olamiz.
Xo'p, navbatdagi modelimiz Avalon deyiladi. Avalon BTR deyiladi. Balonlarni ko'rib turibsizlar, ancha shiroki balonda ishlab chiqarilgan. Ramalari ham 3 talik bu. 3 talik qilingan. Tom qismlari bor. Xo'p, dvorniklari elektronlik bo'ladi, mexanik emas. Motor miyalari 1.5 ming, 6 ta 70 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Xudo xolasa 60-70 km masofa bosib o'tadi. Tomli so'raganlar uchun mana qulay variant. Ramalari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. Xudo xolasa ishonarli narsa. Tank balon degan shu ekanda. O'zbekbob degan motorol mana shu bo'ladi. Dalaga, qora adirlarga, loyli joylarga bemalol ketaveradi. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Motor miyalari ham ancha baquvvat buni. Issiqdan ham saqlaydi. Issiqdan ham saqlaydi. Xudo xolasa. Men o'zim shaxsan minib ko'rib, bularda ichida yuraman, bilaman-da, ancha baquvvat narsa. Qo'rqmay sovuraverasiz dalani, marzalar ichiga ham. Akkumulyatorlari? Akkumulyatorlar 70 ta qilib beramiz buni ham. Narxi $1050. Narxi hamyonbop $1050. Zapaska balon hamma yo'g'ini beramiz. Komplektli narsalarni. Xo'p, navbatdagi motorolimiz, xo'p, 1.5 tonnalik kabinali bo'ladi bu. 1.5 tonnalik jonligi chiqara. Navbatdagi motorolimiz 1.5 tonna kabina. Xudo xolasa, bundan ham soni cheklangan. Bir 10-15 ta qoldi xolos. Poliklari bor, hamma yo'g'i, luklari. Elektronika qismida muammo yo'q. Bir xilgilarga o'xshab, bunda bizda unaqa muammo, ortiqcha muammo bo'lmaydi. Avtomat korobka. Avtomat korobka. Xudo xolasa. 10 ta, 15 ta qoldi. Mana gelik. Hop, 70 li akkumulyatordan 5 ta bo'ladi. 1700 motor miyada jihozlangan. Skuterlarimizda ham bir qator aytib qo'ysangiz. Buni narxi 1.5 tonna kabinamiz narxi $1350 taqilgani. Uni tushib bera olmaymiz. Shu oxirgi narxlari shu. Hop, xudo xolasa, endi mana ozgina skuterlarimiz qoldi. Mana shuni akkumulyatorsiz olsalaring $200 dan berib yuboramiz. Akkumulyatori bilan olsalaring $300. Keyin bu skuterimizdan bor, velosipedimizdan bor. Akkumulyator bilan jihozlangan, oldi balon tortadi. Boshqalar buni $350-400 sotyapti. Biz yangi bular, minilmagan, Luyang brendidan, mana shu motorollar ishlab chiqaruvchi brenddan. Yonida ko'rib turibsizlar, Luyang yozilgan. $300 qilib beramiz. Soni cheklangan bularda ham. Hammasi $300 ko'rib turganlaring, hammasi $300 dan. Xudo xolasa. Kelib tanlab olaverasizlar, xohlasalaring. Misol videoda ko'rdim, rasmini tashlab beringlar Telegramdan desalaring, Telegramdan tashlab beramiz. Modellarni variantini tanlaysizlar. O'zbekistonda istalgan joyga chiqarib beramiz. Dastavkalar bor. Dastavka bor. Dastavka kelishilgan holda pullik bo'ladi. Pullik bo'ladi. Hammasi yangi. Yangi, minilmagan yangi. Aksiya qilib $300 dan mana oz qoldi. Anchasi xudo xolasa bo'shab ketdi. Xudo xolasa. Kerak bo'lsa, nima qilaverasizlar? Telefon qilaverasizlar. 300 kilolik skuterlarimizga tomlarimiz ham bor. 1.8, 2.2 razmerlarda. Tomlarimiz bor. Xo'p, отдельный 500 kilo 1 tonnaga отдельный tomlarimiz ham bor. Mana 3 xil rangda. Narxi 750 ming so'mdan. Xohlasalaring mana shuni ustanovka qilib ham chiqaraveramiz, material tanlasalaring. Buni hamma yorituvchi qismlari hamma narsasi bor. Komplektida hamma narsasi bor. Поворотник, dvornik, hammasi bor. Hop, taksi velosipedlarimiz bor mana. 500 ta 600 ta bor mana shu velosiped. Maktab yoshidagi farzandlaring uchun olib bersalaring bo'ladi. Narxi $50 bu velosipedimiz. Ramalari ham juda ham mustahkam ishlab chiqarilgan. Xudo xolasa uyaltirmaydigan mahsulot. Xudo xolasa. Soni 500 tami bor bundan. 500 ta 600 ta. Ancha maza qilib haydab yuraveradi. Ulgurji oladigan akalarimiz chiqib qolsa, mabodo narxlarda o'zgarish bo'ladimi? Ozgina o'tib beramiz, ko'p emas. O'zi hozir taqalgan etib sotilyapti. Bularga ortiqcha narx aytib bo'lmaydi-da, velosipedlarga. Xudo xolasa zamonaviy velosiped. Xo'p, akkumulyator so'raganlar uchun отдельный akkumulyatorlarimiz bor. Mana 70 lik xohlasalaring $55 dan. Xo'p, 35 amperligi bor. Xo'p, 35 amperligimizni $37 dan qilib beramiz. Originali, Qo'qonniki emas, yo Namanganniki emas. 52 amperli akkumulyatorlarimiz bor. 52 likda
$52 qilib beramiz. Shu oxirgi narxlari. Xudo xolasa, uyaltirmagan akkumulyatorlar. Balonlar Zapaska balonlar motorolniki bular sotilmaydi. Akkumulyatorlar. Otaxon, onaxonlar uchun mana yoki ahli ayollaringga ushbu skuterimiz bor. Farzandlaringni bog'chaga, maktabga olib borib kelgani juda qulay skuterimiz bo'ladi. Xudo xolasa 5 ta 32 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Motor miyasi 1200 vatt. Xudo xolasa, optim narxi $650. Chiroyli qilib ishlangan. bular Soni cheklangan buni ham. Hop, yangi modellarimiz keldi va kichkina skuter. Bu skuterimiz 600 vattli motor miya bilan jihozlangan. Akkumulyatorlar soni 5 ta 20 amperli. Xudo xolasa, 4 xil rangda mavjud. Yashil, bardoviy, malochniy, keyin 3 ta ranglarimiz bor. Xudo xolasa, yangi keldi. Bir 10 kuncha bo'ldi kelganiga. Chiroyli qilib xolasalaring korobkada jo'natib olamiz. O'zlaring yig'ib olaman desalaring, xolasalaring yig'ib tayyor qilib jo'natib olamiz. Narxi $500 dan buni. Optim narxlari. Hech kim